Buxoro tibbiyot institutini 2025-2026 yilga kirish ballarini men sizga e'lon qilaman. Juda ham ko'pchilik so'rashdi Buxoroni. Undan oldin videoga bitta like bosib, meni sahifamga obuna bo'lib va repost tugmasini bosib qo'yishi va buni Buxoroda o'qiydigan do'stingizga jo'natishi va Buxoroga topshirmoqchi bo'lgan do'stingizga jo'natishni unutmanglar. Bo'lmasa ketdik. Davolash fakulteti har doimgidek oxirida aytaman. Demak, farmatsiya yo'nalishini ko'radigan bo'lsak, bu o'zbek tilidagisi grantga kirish bali 148.8 balla tashkil qilgan, kontraktga kirish bali bo'lsa 131.9 balla tashkil qilgan. Va bizda keyingi yo'nalish fundamental tibbiyotda oladigan bo'lsak, fundamental tibbiyotda kirish bali grantga kirish bali 137.5 balla tashkil qilgan va kontraktga kirish bali bo'lsa 130 balla tashkil qilgan. Va bizda keyingi yo'nalish oliy hamshiralik yo'nalishini oladigan bo'lsak, 155.6 ball. Demak, grantga kirish bali va 153.3 ball bu kontraktga kirish bali hisoblangan. Xo'p, undan keyin tibbiy profilaktika ishini oladigan bo'lsak, demak, grantga kirish bali 123.4 ball va kontraktga kirish bali bo'lsa 119.8 ballni tashkil qilgan. Hamda pediatriya ishini oladigan bo'lsak, grantga kirish bali 170.7 ballni tashkil qilgan va kontraktga kirish balini oladigan bo'lsak, 167.4 ballni tashkil qilgan. Hamda bizda stomatologiya yo'nalishini ko'radigan bo'lsak, stomatologiya yo'nalishi grantga kirish bali 171.4 ball, kontraktga kirish bali bo'lsa 165.6 ballni tashkil qilgan. Va biotibbiyot muhandisligi grantga kirish bali 70.2 ball va kontraktga kirish bali bo'lsa 62.2 ballni tashkil qilgan. Hamda hamma kutgan yo'nalish davolash fakultetiga kirish bali 177.5 ballni tashkil qilgan, grantga kirish bali va kontraktga kirish bali bo'ladigan bo'lsa 170.7 ballni tashkil qilgan. Endi bu o'zbekchadagi kirish ballari edi va ruschadagi kirish ballarini keyingi videoda chiqaramiz va buning uchun siz kommentariyaga rus so'zini yozib qoldiringlar. Keyingi videoda Buxoro tibbiyot institutini rus tilida o'sha tibbiyot fakultetlariga kirish ballini e'lon qilamiz va videoga bitta like bosib, men sahifamga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'lasiz.